Saxiy kim? 365 kunga 365 hikoya kitobidan. Kichkina qishloqlardan birida duradgor usta yashar edi. U yog'ochlarga chiroyli naqshlar berib, qimmat narxga sotardi. Kunlarning birida uning oldiga bir chol kelib, "Sen bu mehnating orqali yaxshi pul topasan. Lekin faqir muhtojlarga hech ham xayr ehson qilmaysan. Ana u qassobni qara. U oz topsa ham deyarli har kuni faqirlarga go'sht tarqatadi", debdi. Duradgor cholga qarab jilmayibdi, lekin indamabdi. Shunda chol javob ololmagach, duradgor yonidan g'azablanib chiqib ketibdi. Bu voqeadan keyin qishloqda usta boy, lekin xasis ekan degan gap tarqalibdi. Va qishloqdagilar duradgorni yomon ko'rib qolishdi. Kunlarning birida duradgor xastalanib qolibdi. Hech kim undan xabar ham olmabdi. Xasta duradgor yolg'izlanib, bu yorug' olamdan ko'z yumibdi. Kunlar o'tib, odamlar qassob go'sht tarqatmay qo'yganini payqab qolishdi. Shunda qassobdan "Nega avvalgidek go'sht tarqatmayapsiz?" deb so'rashdi. U duradgor usta hayotlik chog'ida har safar pul olib kelib, mendan faqirlarga go'sht tarqatishimni so'rardi. Hozir esa duradgor yo'q. Endi hech kim pul olib kelmayapti, deb javob beribdi. Shuni doim yodda tuting. Hech qachon ko'rgan narsangizga qarab baho bermang.